Shahramon tumani Hojota mahallada navbatda uyimiz keldik. Bu uyimizda 3 sotuv, 5 ta xona, 3 ta sanuzel. Ko'rayotgan bo'lsangiz bu yerda mana zeleniy zona joy qoldirilgan. Uyimiz mana ko'rinishi. Bu yerda mana bemalol bitta mashina sig'adi, tashqariga yana 2 ta mashina sig'adi. Ko'ringlar, obzor qilib beramiz. Narxini oxirida aytaman. Mana bizning kiruvishimiz. Bu zal. Zal ko'rayotgan bo'lsangiz kattagina. Bu bizning sanuzel. Bu bizning yana bitta xona. Bu yerda bizda podvalimiz bor. Podvalimiz mana shu xonaning tegi. Bizda ko'rinishimiz shunaqa ko'rinishda. Bu yerdan boshlasak, bu yerda bizda oshxona. Oshxona kattagina. Bu yerda bizda sanuzel. Bu yerda yana bitta sanuzel. Bu yerda bizda bitta xona. Bu yerda havolash uchun joy qoldirilgan. Bu yerda bizda yana bitta xona. Bu bizda yana bitta xona. Biz bu uyimizga 136 ming so'rayapmiz.